Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Siz bilan Sapo studiyasi orqali yana bir bor uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun Sapo studiyasining yangi manzilini tanishtirib o'tmoqchimiz. Yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizda, baxtli kunlaringizda xizmat qilayotgan Sapo studiyasi oldingi manzilni tugatib, yangi bino qilib, yangi manzilni e'lon qilamiz. Endi to'y bermoqchi bo'lsangiz, Sapo studiyasi bilan ishlashib, unga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta adashmang, eski binoga emas, yangi binoga tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi. Manzilni aytib o'tamiz. To'rtko'l tuman markazdan kelishda sanatoriyadan o'tib yo'lni burilish joyi. Otoyurt Olif qayig'ini 8-mahallasining hududi ekan. Barchangizga yaxshi kunlaringizda Sapo studiyasining xizmatlaridan foydalanishga taklif qilib qolamiz. Endi Sapo studiyasi yangi binosini ichkarisiga kirib, ichkaridagi qulayliklar, sharoitlar bilan tanishtiramiz. Ajoyib chiroyli. Mana Sapo studiyasini ichkari binosiga kiryapmiz. Ajoyib. Shinam juda ham qulayli. Mana mebellar bilan jihozlangan ekan. Sapojon, omad. Ajoyib gap yo'q. Oldingi ofisdan bu ofis juda ham chiroyli chiqqan, omaddan zafarlar tilaymiz. Aziz yurtdoshlar, mana Sapo studiyasi yangi ofisda yangi xizmatlarni ham tashkillashtirgan. Baxtli kunlaringizda, to'ylaringizda, bayramlardan tashqari sizga fotostudiyalar xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz. Masalan, farzandlaringiz, nevaralaringiz bolalar bog'chasiga yoki maktabga chiqish vaqti bo'lgan bo'lsa, sizga albatta davlat hujjatlari uchun 3x4 o'lchamdagi rasmlar kerak bo'ladi. Eski to'ylar video kassetalardan yangi sifatli qilib fleshkalarga o'tkazib berish xizmatlari ham tashkillashtirilgan. Bunda Sapo studiyasi albatta sizga yordam beradi. Ya'ni video studiya xizmatlaridan tashqari foto studiya xizmatlarini ham tashkillashtirgan. Bundan tashqari yangi to'ylar mavsumi avgust oylaridan boshlanadi. Mana shu to'ylar mavsumiga ham Sapo studiyasi eng oxirgi zamonaviy texnologiyalarni ham tashkillashtirgan. Sizning to'y xizmatlaringizda albatta Sapo studiyasi yangi apparaturalar bilan xizmatda bo'ladi. Eng yangi oxirgi zamonaviy texnologiyalarni reklamalarni yaqin kunlarda ijtimoiy tarmoqlarga Sapo studiyasi joylaydi. Sapo studiyasiga omadlar, zafarlar tilaymiz. Eng yaxshi kunlaringizda Sapo studiyasi siz bilan birga.